Xalqimiz orasida avloddan avlodga o'tib kelayotgan shunday kasblar borki, ular asrlar o'tsa-da o'z ahamiyatini yo'qotmay kelmoqda. Shulardan biri tandirchilik bo'lib, uning tarixi qariyb 5000 yilga borib taqaladi. Namanganlik hunarmand Luqmonjon Ahmedov esa ushbu qadimiy hunarni zamon talabiga mos tarzda davom ettiryapti. U nafaqat oilasi, balki 10 ga yaqin shogirdining ham daromad topishiga hissa qo'shmoqda. Zamonaviy elektron pechlarning bir-biridan takomillashgan turli xillari mavjud bo'lsa-da, 5000 yillik tarixga ega bo'lgan mana shunday tuproqdan yasalgan tandirlar hali hamon o'zbek xonadonlarida topiladi. Non, somsa va go'sht pishirishda foydalaniladigan tandir yasaydigan hunarmandlardan biri Namangan shahri Qadamjon mahallasida istiqomat qiluvchi Luqmonjon Ahmedovdir. Hunarmand o'z xonadonida akalari, o'g'illari va shu hunarni o'rganish istagida bo'lgan 10 ga yaqin shogirdlari bilan qishin-yozin tandir yasab kelmoqda. Mana 23 yildirki u o'z hunarni san'at darajasiga chiqarib kelmoqda. Tandir yasashga 10 yoshimda shogirdlikka tushganman, akam bilan birgalikda. Bir oyda mana shunaqadan bir 25 ta 30 ta yasaymiz. Tandirning xonadon egalariga uzoq yillar davomida xizmat qilishi uchun uni pishiq qilib yasashda ustaning mahorati va maxsus tuproq, tandir sifatini oshiruvchi kanob kabi unsurlar alohida ahamiyat kasb etadi. Mohir tandirchi usta shu kabi sir asrorlarni biz bilan bo'lishdi. Tandirki mashq holat kelguncha birinchi turpoqdan loy yasaladi, keyin uni yerga bosib qo'yiladi, taxta shaklida. Yerda singiguncha 2 kun yotadi. Mashq holati kelguncha 3 kun vaqt ketadi. Bu tovoncha, bu mashi bunisi xumda nonni orqasiga kesak ko'chirmaydigan qilib pirsilab beradi. Bugun ushbu hunarmand yasayotgan tandirlar hudud aholisi xonadonlariga Samarqand, Buxoro va Toshkent viloyatlari, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston nonvoylariga buyurtma asosida yetkazib berilmoqda. Usta Luqmonjon aka mehnatlari orqali daromad topib, mahallada hunarmand sifatida e'zozlanmoqda.